kraskali. Keyin uni ustiga bu falgani yozamiz. Mana uni ustiga. Ha, bu ham qalin to'rligidan. Buni qo'yib turib, ustiga keyin mana bu tunugani любой svetidan qo'yilaveradi. Baland tokka uzun qilishadi, uni shuncha bo'lar deydi-da. Uzun chirib ketadi. Mana akalar sharoit. Mana shu badam topib bering. Qo'yilaveradi, farqi yo'q uni. Maşallah. 3 qavatli bo'lyapti. 3 qavat bo'lyaptimi shunda? 3 qavat bo'lyapti. Endi shumka degan shu ekanda Ha, aka. shumka deganda shu bo'ladi, yo'q shu yomg'ir yoqqanda shu ovozi tagiga chiqmaydi. Ustoga hali bunaqasini shumka qilganim yo'q edi. Yangilik bo'ldi, xudo xolasa. Endi hamma shunday qo'rar ekanda endi. Obunachilarga xudo xolasa. O'ylashimcha aka bu Lexandan arzon tushadimi, qimmat tushadimi? Lexandan ancha arzon tushadi, ham cho'ntagbob yaxshi nima bo'ldi. Endi shu joyda issiqdagi uni kvadrati qancha bo'ladi? Aytingchi. Xudo xolasa buni 330-340 mingdan qilib berilyapti. Shuni ham 15 metrga 710 bo'ldi-da. Ha, 15 metrga 15 metrga bunaqasi 710 bo'lyapti. 715 deng? Ha, 106 kvadrat bo'lyapti. Puli qanaqa bo'ladi shunda? Puli o'shanda 34 million pul bo'lyapti. 35 million. Hisobladingizmi? Ha, 35 million pul bo'laga. 35 million 145 ming bo'laga 35 million. 35 deng. Hurmatli obunachilar, mana shu joyga 15 ga 710 ga 35 million so'm pul ketibdi. Xudo xolasa. Tilakni bosib qo'ylar shu joyga akalar. Hammasiga yaxshi qalin materiallar ishlatdik. O'sha kichkina mayda gullarni ham hattoki qalinrog'idan qo'ydik-da. Endi bu sal kattaroqligini hisobiga olganimiz 3 ta ustun qo'ydik, 6 ga 4 dan qo'yib turdik. Asosan xorinsini ham. O'shanga sal hamma narsasini sal qalinroq qo'ydik, shtobi nima bo'lmasin deb. Ularimiz ham 8 ga 8, почти 2 lik nimasi, stenkasi qalindan qo'ydik. Endi har xil nimasini qo'ysa ham bo'laveradi. Necha kunda qurib bo'ldingizmi mana shu joyda? Xudo xolasa 2 kunda topshirib bitkazib, topshirib ketdik, xudo xolasa. 2 kunda. Necha kishi qurdi buni aka? 4 kishi 2 kunda qo'yib qo'ydikda. Buni o'zinglar ham vaqtda sexlarni yig'ib olasiz. Ha, sexda yig'ib, hamma. Rahmat. Birinchi marta aka bizning kanalimizga. Ha. Ilohim kanalingiz bundan ham yaxshi rivojlanib, adaqalash ko'payaversin. Rahmat. Qandoshniki ham aka bu? Ha, opamniki. Ha. Ochamniki. Juda ham chiroyli chiqdi aka. Mashalloh. Hozir endi reklama zamoni-ku. Shunaqa aka. Shuning uchun reklama hali kanallardan bunisinikini ko'rib o'zlari ham ha. bitta adaqalarni ko'rishib, gaplashib bergan deyishuvdi. Men ham internetdan ko'rib, Mag'londan kelishdi. Ha. Keyin yana bitta Andijondan ham bor ekan bunaqa qiladiganlar kelishib o'lchashib, men o'zim bu adaqani yurgizgan Murodilla ukam bo'ladi. Ha. Bag'dodda ko'proq to'ylarga borib turadi, meni juda qadrdonim, eski. Ya ashula trendga chiqqan hazillashdim degan. Ha, hazillashdim. Bu kommentariyga yozib qo'yinglar, akamiz taniganlar. Ilohim, nurlar azo bo'lsin. To'ylarda yaxshiliklar. Ilohim aka. Murodillohni keyin chaqirdim kelib. Buni ko'ring bir, shunaqa opam pochcha shuna deyapti dedim. Kelib mana chiroyli qilib zo'r qilib mana yoqib turibdi-yu axir. 2 kunda qilib berishibdi Nurdin aka mana. 1,5 kunda pashti. 1,5 kunda. Mashalloh. Obunachilarimiz hozir usta akamizdan razmerlargacha bilan so'rab olamiz, bo'lmasa aka. Zo'r. Biz ilinib qolamiz. Bu yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Juda ishlari ham yaxshi. Keyin o'zlari ham zo'r bolalar ekan, yaxshi. Bunaqa choklar juda ham ko'ngildek qilib berishdi-da, pochchaga ham, opamlarga ham mana yo'q. Demak, aka, siz haqqicha yurgan odamsiz. Bularni bilib, eng zo'rini tavsiya qilganingiz qandoshingizga? Zo'r ko'rsatmasin, yaxshi. Ko'rsatmasin. Rahmat Nurdin aka sizga. Joylarda maza qilib to'ylarda qilish kerak-da bunaqa salqin joylarda. To'g'ri, uzumlarni qarang. Ha, ilohim. Usta aka, qani keyinchi yangi xonadonimizga bitta baho berib qo'yinglar akalar, qanchalik fayzlik. Mana tarafda bo'nli uzum zo'r akalar. Hozir Lexanli valishlarimiz 350 mingdan boshlanadi aka. 350 mingdan 650 minggacha. Bu necha pulligi bo'lyapti aka? Bu hozir 630 mingdan yasalgan varianti. 630 mingdan shu holatga kelgan. Kvadrati bo'ladimi shunda? Kvadrat aka. Ha. Nimaga 630 ming bu? Chunki buni profillari qalin profillardan yasalgan. Ha. Keyin mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, mana gul berilgan joylari borki, ularga ham alohida ishlanadi-da. Ha. Keyin Lexanimiz ham shu toza rossiyskiy Lexan 15 yildan 18 yilgacha kafolatlari bor aka. Ha, bu rossiyskiy ekanda, mana chiroyli ko'rinar ekan akalar. Qarang aka, Shukrullo aka. Uyda ochib bor ekan, mana uy bo'ladigan bo'lsa, bu ancha ochib bo'lar ekan. Uyni fayzini ochadigan narsa bo'lib qoldi hozir aka. Bersangiz. Zakaz qildim, bir haftada keldi, o'rnatib berdi. Aha. Ma'qul. Yolg'on yo'qmi hech qanaqa? Yo'q, hammasi. Materiallar yaxshimi? Materiallar sifatli. Vaqtida qo'yib beryapti. Vaqt o'zgan yo'q, birdan olib keldi, birdan qo'yib berdi. Bir kunda qo'yib berdi mana ustalar. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga ham. Agar kimgadir yana shunaqa chiroyli
high-tech usuldagi naveslar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib eltib o'rnatib beramiz. Mana navbatdagi navesimiz Toshkent viloyati O'rtasaroy tumaniga o'rnatildi. Ushbu navesimiz 110 kvadrat, kvadrati 350 ming so'mdan yasab berganmiz. Shumkali, 3 qavatli. Qarang. Hozir shu Damazda yurgan nimamiz-a? Shu. Qancha buksam ham o'z holiga qaytib qolyapti yana. Mashalloh, mashalloh. Sinmaydi, bukilmaydi, yonmaydi, cho'kmaydi. Quyoshlarga ham xudo xolasa mana Aka bular. zo'r narsa ekan, rostdan Har bitta bor-ku, narsaga akalar. javob beraveradi xudo xolasa. Qo'y, qo'y. Yangilik bu ham. Yangilik, xudo xolasa. yangilik, Xudo xolasa o'shancha yangiliklarni shu obunachilarga nima qilyapmiz, ko'rsatishga harakat qilyapmiz xudo xolasa. Bugun hurmatli obunachilar faqat yangi videolar qo'ydik sezgan bo'lsangiz, shumkalik, bunisi monolitlik, lekin ustakan ishlarga qo'ya qolish kerak. Endi aka bizga bunga kvadratini ayting, necha pul ketdi? Endi buni aka kvadrati 12 ga 730 bo'lgan. Endi bu chiqyapti 87 kvadrat. 87 kvadrat. 680 mingdan qilib berganmiz. 55 million 500 ga tushdi mana shu. Xudo xolasa. Mana shu holatda 55 million 500 ga tushdi. Xudo xolasa telefon qilsa kelishib, sal arzonroq variantlari ham bor, mana bu lazerlarni o'zgartirib, sal